Yura qol tezroq orqamdan. Mana bu mening davlatim. Bu sizni davlatingizmi, janob? Da. Shu to'xta. Shu yerda turib tur. Xo'p, Bo'ldi. Otingga o'tir. xo'p. Yur ketdi. Bu meni asosiy ish joyim. Juda ham zo'r ekan. Yur ichkariga. Xo'p. Mana ko'rib, men uchun taxta sattirishibdi aholim. Yaxshi, mana ko'rib turganingdek, bu meni taxtim. Juda ham chiroyli ekan. Janob, o'tirsam maylimi? O'tir, mana oldimga o'tirib bu tarafga. Qara, senga keyin hozir o'zimni uyimni va boshqa joylarni ham ko'rsataman. Ha, janob. Yur, senga endi hozir o'zimni uyimni ham ko'rsataman. Aha. Yur, sen endi o'zimni binoyi qorni ochib ketgandir kafega boraman. Ochdi. Xo'sh, qishloq kafesi. Qishloq kafesi shu atrofda bo'lishi kerak. Qayerdaligini aniq bilmayman, lekin aniq borishi atrofida. Bo'lmasinda. Yo'q, bu adashmasam, nima bu? Hozir. To'xta. Bu kafemi? Yo'q, bu bar bu. Bu shahar bari. Bu emas. Bu yerda biz uchun mos narsalar yo'q. Chunki bu yerda aroq yoki pivolar sotiladi. Xo'p, bizga hozir kafeni topishim kerak. Qo'yir, o'zim davlatimni o'zim bilmayman. Orqada qolib ketmadingmi? O, ana topdik. Kel. Kelyapsanmi, ey? Qolib ketdi menimcha u. Janob. O, ana kel. Yur ichkariga. Xo'p. Eshikni yopib qo'yinglar. Senga meni davlatim yoqdimi? Ha, yo'qdi janob. Men zerikib ketdim. O'zingiz haqida gapiravering. O'zim haqimdami? Unda eshit, men senga hozir yoshligimdagi Zoro degan do'stimni aytib beraman. Voy, yorug'am tushibdi. Nabiram va nihoyat turdingmi? Turdim. Namuncha ko'p uxlaysan sen? Uyqum kelyapti-da, nima qilay? Bundan ko'ra ko'chaga chiqib ishlasang bo'lmaydimi? O'qishingga necha million pul to'ladim. Hali ham ishlayotganing yo'q. Faqat o'rtoqlaring bilan qizlarni olib yurishni bilasan. O'zi bir kam siz gapingiz yoqmayapti o'zi. Gapim yoqmayaptimi hali senga? O'z nabiramga gapira olmayman men endi. Ha, gapirmaysiz. Jin ursin, men ketdim. To'xta. Yo'q. Inson o'zidan o'zi gapiraveradi shu chol. Ketdim, bundan ko'ra o'rtoqlarim bilan ichib kelaman. Voy. Jin ursin, nima uchun ham ruxsat etadi. Bundan ko'ra men hozir kafega borib mazza qilib gaplashib o'tiraman o'rtog'im bilan. O'rtoq, nima qilyapsan, Matta? O'rtoq, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingchi.
Yaxshi. Yur o'rtoq, kafega borib aylanib kelamiz. Как раз o'zimiz erkib yurgandik. Men ham o'zi kafega ketaverim, ketdik. Ketdik, yur. Ertalabdan bobomdan so'kishni eshitib chiqyapman. Nimaga? Nima bo'ldi? Ertalab tursam gapiryapti-da, ishlamaysan deb. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir hammasini unutib olamiz. Shu choli gaplardan yomon asam buziladi bor-ku. Da, sani ham tushunsa bo'lardi. O'zi menga shuncha ko'p sarmoya kiritaman deydi. O'zi uyda yotgan, bir menga yordam bermaydi. O'tadigan O'tir o'rtoq. Ofitsiant juda yo'q. Ofitsiant mamsa hozir kelib qolsa kerak. Mayli. Ofitsiant menimcha keldi. Ofitsiant ketdi. Nimadir buyurtsan, men o'zim zakaz qilib kelaman. Menga bitta suv, pivo bilan anaqa olib bir bola chaynashgan. Pivo? Da, pivo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom deb bering. Menga bitta men unchalik ko'p ichmayman. Menga yarim stakan pivo bilan o'rtog'imga bitta butun. Hozir tayyor bo'ladi. Iltimos ozgina kuting. Xo'p, hozir mayli. Tayyor bo'ladi endi. Bo'ldi, rahmat. Abdushi. Mana o'rtoq. Va nihoyat. Boshqa joyga qo'yib qo'ygandim. Mazza. Shunaqa bo'ldi-da o'rta endi. Mayli, chiqsiyo. Bobom uncha ritser bo'lib, meni ham ritser bo'lishga harakat qildiradi, lekin men ritser bo'lgim kelmaydi. Mayli, bu o'zini xohishingdan. Biz hali buyuk odam bo'lamiz. Xohlagan ishimizni qilamiz. Ketdimi o'rta, ketdim. Bo'ldi, ketdi, davay. Rahmat Abdushi aka. Pulini to'ladiga. Pulini aytgancha. Hozir sen shu yerda ana qilib tur. Desing. Mayli. Xo'p, mana o'tga pulingiz. Rahmat Abdushi. Bo'ldi, esingdan chiqarsan mana. Yo'q, bo'ldi, rahmat. Ketdi. Shu bobodan qachon qutularkin? Bilmadim. Sanga ham bobom bor-da? Da, mana bobom bormi? Mani bobom unchalik sangidek emas. Bobom ham shunsa bo'ladi, lekin meni ertalabdan jig'imga tegadi. Da, seni ham tushunaman. Mayli o'rtoq, bo'pti, shu yerda xayrlashamiz, men ketaman. Sog' bo'l. Mayli. Bo'pti. Mana endi uyga ham boraman. Boy ekani uylari va nima? Eshikni ochiq. Nima bo'ldi? Qon. Bobo, sizga nima bo'ldi, bobo? Bobojon. Iltimos, meni kechir. Seni oxirgacha ulg'aytira olmadim. Bobo, unaqa demang, bobo. Bizni uyimizga yovuz insonlar keldi. Senga iltimosim bor. Sen ritser bo'lishing kerak va shunaqa insonlardan oddiy aholini himoya qil. Bobo, iltimos. O'lmang, bobo. Yo'q. Hali hammangdan qasdim olaman. Men shu bobomni o'ldirganlaring uchun ritser bo'laman. Dunyodagi eng kuchli ritser va qo'mondon bo'laman. Hammaga ko'rsatib qo'yaman. Men ketdim endi. Ritserlikka o'qishim kerak. Hali hammangdan kuchli bo'laman. Sizlar hali kim o'ldirgan bo'lsa ham o'shani topib o'ldiraman. O'rtoq. Ha, o'rtoq. Nima bo'ldi? Nimaga bunaqa xomush jahlim chiqib turibdi? O'rtoq, men endi ichkilikni hamma narsani tashlayman. Meni bobom o'lib qoldi, o'rtoq. Nimaga? Nima bo'ldi? Kimdirlar o'ldirib ketishdi, kimligini bilmayman.
O'rtoq ritsar bo'laman. Yaxshi, mayli. Lekin rostdan Ha? gapingga rostdan vakolat berilsa, Ha, men dunyodagi eng kuchli ritsar bo'laman. ki do'stim, mayli, men ham senga qarashaman, ki. Birga bo'lamiz. Sen ham menga qarash. Sen bilan birgaman, do'stim. Rahmat do'stim. Bo'lmasa. Qara, men bitta narsani bilaman. Huawei odamida o'sha taraflarda ani bo'lishi kerak. Ritsarlik. Или bu yoq tarafdami, esimda yo'q. Bu yoq tarafda shekil. Lekin anchagina kech bo'lib qolibdi. Boraveramizmi? Men gapimda turaman. Bugundan boshlayman bu gapni. Ya'ni bu ishni. Do'stim, meni ko'zim endi ochildi. Bobom nimaga bunday deganini endi tushundim.